Bugun sizlar bilan ustalarda uchraydigan eng dolzarb muammolar haqida gaplashamiz. Obyekt topshirish jarayonida ustalar va mijoz o'rtasida ko'p uchraydigan muammolardan bu. Ko'p mijozlar bizga aka menga shunaqa interyer kerak, lekin arzonroq bo'lsin deydi. Biz klientning xohishiga qarab arzonroq ishlashga harakat qilamiz. Aytaylik, malarka jarayonini 4 sloy emas, 2 sloyga qisqartiramiz. Ish jarayoni tugab, obyektni topshirayotgan paytimizda natija mijozga yoqmaydi. Uy shunaqa chiqishi kelishuv paytida aytilgan bo'ladi. Biz shunga yechim sifatida Toshkent ustalaridan namuna olmoqchimiz. Ya'ni shu kabi formatlarda kabirda, lusepda ham, projektorda ham, oddiy lampochkadan ishlanmaydi. Xonada o'rtada osilib turadi lampochka. O'shani yorug'ligida ishlanadi. Tabiiyki bu jarayonni biz galageni yo'q, podsvetkasi yo'q, tabiiy nuri kam bo'lgan joylarga tavsiya qilamiz. K2 da lampochkada ishlaymiz, hamma jarayonda, ya'ni shpaglovka tortayotganda ham, shkulka qilayotganda ham. K2 sifatimiz K1 ga nisbatan kamroq defekt bilan farq qiladi. Bu sifatda biz tabiiy nuri kamroq, brasveti yo'q joylarga, galageni vati kamroq, podsvetka zonasi kichkina joylarga tavsiya qilamiz. K3 darajamizda 100 vattdan 300 vattgacha bo'lgan projektorlardan foydalanamiz. Faqat e'tibor berib qo'yasizlar, klientlar buni ishlatmaydi, faqat ustalar ishlatadi. Klientlar tabiiy nur bilan osvesheniyaga qabul qiladi ishni. Bu darajamizda neoklassik, high-tech, minimalizm uslublarida ishlasa bo'ladi. K4 standartimizda ustalar losepda ishlashadi. Sizlar so'rashingiz mumkin, nimaga bizga losep kerak deb. Bizga losep agar panoramik oynamiz bo'lsa, parashiy profilimiz bo'lsa yoki galagenlarimiz devorga yaqin bo'lsa, ishni sifatli chiqarish uchun bizga u losep kerak bo'ladi, klientni tekshirib olishi uchun emas. Bu videoni qurilish qilayotgan do'stingizga jo'natib qo'ying va bizga obuna bo'lib qo'ying.